Assalomu alaykum azizlar. Hozir Grijani ajali nomli giyohimizni. Sizlar qayerdan keldilaring? Bag'doddan keldik. Bag'doddan. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan. Sizlarga kim tavsiya qildi? keldik. Mana yaxshi bo'lib ketishgan ekan. Necha 15 kun kurs deyishgan. bir kurs Bir ichibdi? kursda 15 kun deyilyapti. 14 kun deganda bel yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib qoldi deyishdi. Endi hozir mana ishlarni quyruqdan zo'r deb bizga tavsiya qilishadi. Keldik. Kelyapti, yaxshi. Endi xudo xolasa Hozir mana bu kishilarga o'sha hoji akamiz aytishgan 2 kurs u kishiga zakaz bo'ldi. Bu akamiz 2 kishi keldi, bu akamizlar, u kishiga bir kurs, bu kishiga bir kurs mana beryapmiz. Xudo xolasa Alloh taolo shifo kamonat etsin. Nomini tutmasin. Bu giyohimizning nomi shu Grijani ajali deb nom qo'yganmiz. Bir kurslik enasi 15 kun bo'ladi, 15 kun ichiladi, 15 kun dam olinadi, yana takror qilinadi kasallikning holatiga qarab. Buni foyda qilish qilmasligi o'sha boshida ichish jarayonida bilinadi. Kimda og'riqlarni qo'zg'atib, kasalligini qo'zg'atib kuchli og'riq bersa, xudo xolasa zo'r effekt bo'ladi. Umuman yo'qotib yuboradi Grijani. Buyrakda tuz bo'ladimi? Bunga sano degan damlama bor, eshitganmisiz? Sanochi. Agar ana shu narsani mana shu qaynatib, misol mana 10 minut qaynatdingiz-da, keyin ilimli holatga kelguncha dam berib qo'yasiz-da. Ana shu holatda katta qoshiqda bir qoshiq sanoni solib, aralashtirib qo'yilsa, ichda ham yurgizdiradi. Hattoki shu holatda deyilgan jigar rakigacha foyda beradigan. Jigarlaringda muammo bo'lsa ham, yog' bo'lsa, boshqa bo'lsa tozalab beradi jigarni. Mana shu darajada foydasi bor. Buyrakda tosh tuzlarni yo'qotadi, siydik yo'lingizda tosh tuzlar tushirib beradi. Shuning uchun siydigingizni rangi ham o'zgarishi mumkin. Ha? Achitishganda achitishlar bo'lishi mumkin. Unga har vaqt ichingizni o'tkazish mumkin. Unga nima qilinmaydi. Kimda grija bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinaveradi. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib deyilsa, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol o'sha yerda natijalarimizni ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.